Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Leo Garden olma bog'i 5-fevral. Agrovolokno pardalarini daladan yig'ish ishlari bo'lyapti. Mana agrovoloknomiz bu namlikni yerga o'tkazib, namlikni yerdan ko'tarilmasligini ushlab turadi. O't o'sishini oldini olib, o'tni chiritib, mana bunaqa ajriqlar, semonni teshadigan ajriqlar ham mana bu holatda sariq bo'lib tesholmagan, lekin mana tomirlagan teyida. Harakatlanib, polni tomirayotgan namlik borligi tepaga chiqa olmagan. Bu 2 yil turdi yerda. Gerbisid sepilmagan. Yosh ko'chatlarni o'ldirib qo'yadi. Gerbisid o'sha maqsadida agrovolokno bilan o'tni yo'qotdi. Va 2 yil turdi, suroga ham o'tdi. Bular endi dorini ham ko'taradi daraxtlarimiz. Bu ko'chatxonadagi 3 yillik tanasi, bu 2 yillik, bu 1 yillik. Bu bemalol gerbisid dorilarni dan o'zini zashta qila oladi, tanasi baquvvatlashdi. Mana bemalol endi ochib ketmonda frezada teyini bemalol endi ishlayversa bo'ladi. Leo Garden olma bog'i samarali vosita bo'ldi bu. Yaxshi ish berdi agrovolokno. Tozasi edi, sifati kuchlisi edi. 80%, 70% edi, yaxshisi edi.